Har nechuk ilmdan eshitsang bir so'z, uni tinmay urgan kecha bu kunduz, degan ekan buyuk donishmand Abulqosim Firdavsi. Biz Python dasturlash tilini o'rganishimiz uchun eng avvalo kompyuterimizda Python fayli bo'lishi kerak. Agar sizda Python fayli yo'q bo'lsa yoki yangisini yuklamoqchi bo'lsangiz, shu havola orqali yuklab olishingiz mumkin. Faylni yuklab olingandan so'ng quyidagi ketma-ketlikda o'rnatishni davom ettiring. @python degan joydagi katakchaga bosing. Bitishga hosil bo'lsin. Keyin ikkinchi ko'k yozuvni Customize Installationni tanlang. Natijada ekranda quyidagi muloqot oynasi paydo bo'ladi. Quyidagilarning hammasiga bitishga qo'yiladi va Next tugmasi bosiladi. Next tugmasi bosilgandan keyin ekranda quyidagicha muloqot oynasi paydo bo'ladi. Oxirgi ikkita kvadratdan tashqari boshqa hamma kvadratlarga bitishga qo'yiladi va Install tugmachasi bosiladi. Keyin kompyuterga Python fayli o'rnatila boshlanadi. Python dasturlash tilini ishga tushirish uchun post tugmasidagi qidiruv oynasiga idle deb yozing va idle faylni oching. Natijada ekranda Python dasturlash tilining ishchi maydoni paydo bo'ladi. Fayl menyusidan New File yoki Ctrl N tugmachalarini bosib yangi fayl yaratishimiz mumkin. Yaratilgan yangi faylni xotiraga saqlash uchun fayl menyusidan Save yoki Ctrl+S tugmachalari bosiladi. Natijada ekranda quyidagicha muloqot oynasi paydo bo'ladi. Email fayli degan joyga fayl nomi yozib saqlanit tugmachasi bosiladi. Faylni xotiraga saqlaganimizdan keyin fayl nomida PU kengaytmasi paydo bo'ladi. PU kengaytmasi Python dasturlash tilining kengaytmasi hisoblanadi. Endi Pythonda istalgan kodni yozishimiz mumkin. Misol uchun, salom ustozlar degan gapni ekranga chiqarmoqchi bo'lsak, quyidagicha kod yozishimiz mumkin. Kodni ishga tushirish uchun avval uni saqlab, save. Keyin F5 tugmachasi yoki Run menyusidan Run moduli bosiladi. Natijada ekranda dastur natijasi chiqadi.